Hürmetli vatandaşım, endi bugün sözlü leksiyelerimizden muhakememize başlayalım. Ötkende men sizler leksiya sözlep atkan dal bugünküdek taraktör kelip kalıp men iki kısım ötkeydigan muhakemene, iki kısım kılıp sözleydigan muhakemene bir kısmını sözlegen edim, bir kısım kep kalgan edi. Kelip kalgan kısmı nime dese dalaylama doğrusu kısım. Birinci, şu yığında partiya kurultayının şu yığında 3 kıtım muhbirlarını kütüp ölüş yığını ötküzülüptü. Bunun birinci kısmı, bunun bir kısmı endi marif o medeniyet o işlep çıkırışı saat degenler başkaları. Onun bir kısmı dalaylama için. Dalaylamağa koyulgan sualını başka muhbirlar emas, chat el muhbirleri emas. Belki Şangan muhbiri oturup koyuptu. Biri sualının koyuluşu bir bilmeyene. İkincisi sualga cevap bergen Can Şanxuy'nun bergen cevabın bir bilmeyene. Lekin bir yerde siz dikkat kılırgan bir nokta, nemişki kurultaydın kiyilla dalaylama meselesi doğrusu da muhbiri sual koydu ve Can Şanxuy bunun sualga cevap berdigan bolup kaldı. Dep onu özünüz sual koysunuz, özünüz tasavvur kılsınız buludu. İkinciden dalaylamanı doğrusu biz yakın leksiya sözlegende biz 19. kurultaydan keyin Cüngü rəhbərlər almışdı. Cüngünün yaş rəhbərləri yeni təfəkkürlə rəhbərlik qatlamığa kirib keldi. Cüngü Tibet söhbəti başlandı dep dalaylama muşundaq dedi dep sizlərə leksiya sözlegen edik. Demek 19. kurultayının muhbirlarını kütüp eliş yığınında dal muşu mesele oturup koyuluptu. Onundan başka Şinjan meselesi, Şinjan Uygur Abnum rayonu Uyguristan meselesi de elke qosak vaqtı partiya azaları kelip partiyanın siyaseti kollayımız, himaye kılımız depti. Başka gap yok. Bırak bir nokta şunda aydın boldu ki Wang Liqian degen kişi bu qatim kurultayda reisler sahnesinden çürüp itildi. İkincisi mesele şu oldu ki Jiang Qunshan degen bu adam hem bu qatimki merkezi komitetin vivelik yani azalık salahiyetinden elip taşlandı. O kaldırıldı. Endi bu qatim Çin Çuango degen bu Tibet'te bastırıp könüp kalgan, yep könüp kalgan hem de Şinjan'a gelip Şinjan'da hem şundak yiyişini hareket kılıp aylandırıp atkan yani Uygurlarını bastırıp atkan Çin Çuango degen adamның bu qatim vivelik merkez komitetinin vivenya azası bulup saylanganlığını kayıt kıldı. Demek Wang Liqian Jiang Qunshan seferden kaldı degen gap. Endi biz bu gaplarni koyup turaylı. Ötkende sözlügen leksiyimizde sizlerge bunda iki meseleni oturup koyduk. Birincisi, Amerika Qo'shma Shtatlarının davlat ishlar katibi rakistildirsin. 10. ayının 18. günü Hindistan-Amerika hamkorligi to'g'risida mundaq dedi degan bir abzas so'zni esinglarga solgan edik. Balki shaminlarda bo'lishi kerak vatandoshim. Şu vaqtda vaziyatni biz shuningga ara tadqiqot qilgan edik. Lekin ikkinchi qitimga bir leksiyamizda Amerika Qo'shma Shtatlari Merkez Axborot idorasining boshlig'i. Bugun ismini topdim, Mike Pompeo dedi ki Reis Xi Jinping bu qatimqi saylamda huquqni markazlashtirgandan keyin o cho'qim Çavşan meselesi dili emas, bütün dünyada hem bir iş qilish kerak, bir yaxshi iş qilish kerak. Yoki iş qiladi. Bu yerda umid qilamiz, talab qilamiz degan Amerikalik demaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining har qanday bir siyosiyoni Jungoda uni talab qilamiz demaydi. Faqat taklif beramiz deyish mumkin, talab demaydi. Şununla haydakçılık kılgandak bir nutq sözüldü. İkisi karma-karış olup kaldı. Şundaq mı vatandaşım? Biri Reis Xi Jinping saylamdan keyin ait yaxshi iş qiladi dedi. Yaxshi iş qilayotgan bir paytda yoki Reis Xi Jinping yaxshi iş qilishga taraddud qilayotgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Hindiston bilan bo'lgan hamkorlik munosabatini dunyoga yoki Osiyoda o'ttirib ko'tarib chiqishi o bir-biriga ziddiyetlik bulup kalamda qandaq yoki bu yerda Jungo'likqa haydakchilik qilib sen mushu yo'lda ma'amsay yo'q. Masalan, qandaqdir bir yo'lda. Masalan, demokratizm degandek yo'lda ma'amsay yo'q degandek shunaq masalalarda taklif qilib mushu yo'l to'g'ri yo'li de. Yoki men yaxshi ishni qil. Çavşan meselesi bo'yicha hozirgacha Prezident Trump Jungo hukumati taklif qo'yayotdi. Siz yordam qilasiz deyotdi. Siz bu ishni cheklaysiz deyotdi. Çavşanga siz embargo yurgizasiz deyotdi. Mush nuqtalarni birlashtirib qaraganda Prezident Trumpning so'zlari diplomatik takalluf. Lekin davlat ishlar katibi rakistillarning bu siyosati amaliyoti Prezident Trumpning siyosati.
Prezident Trump hükümetinin siyasi. Demek Asya'da bugün Amerika Qo'shma Shtatlari Hindistonning demokratik davlat Hindistonning hamkorligi obyekt qilib tanlab oldi, Jungo tashlanib qoldi degan gap. Endi yana shunday vaziyatni vaqt o'rinlashtirishdan tahlil qilaylik, hurmatli vatandoshim, qarab turing. 10-oyning 18-kuni Rakesh Tillerson davlat ishlar kotibi Hindiston bilan Amerika hamkorligini o'ttirib qo'ydi. Hamkorlikni o'ttirib qo'ydi. Sharqda Hindiston, G'arbda Amerika ikki davlat dunyoning mayoki dedi. 10-oyning 18-kuni dal shu kunda nima Jungoda 19-navbatlik Jungo Kompartiyasining qurultayi chaqirildi. Xo'sh, shundan keyin 4 kun o'tgandan keyin 10-oyning 23-kuni Yaponiyada parlament saylimi o'tkazildi. Parlament saylimida Yaponiya hokimiyat ishidagi partiya Shinzo Abening partiyasi Erkin Demokratlar partiyasi g'alaba qildi. Bu yo'l ochildi. Bu yo'l tuzlandi. Bu yo'l dog'dam yo'l bo'ldi. Sababi shuki, Yaponiya urushning tumallari ichidan, yoki Ikkinchi dunyo urushining tumallari ichidan uzil-kesil, so'zilib, poklanib, juyilib to'g'ri yo'lga chiqdi. Çünkü bir yerde gap başta sözüldük. Çakırık şu oldu ki bu devlette qo'g'daymiz dedi. Saylamda çakırık şu oldu ki bu devletni yani Yaponiyani qo'g'daymiz dedi. Bunun için ahirki natija nima bo'ldi? Shinzo Abe dedi ki asosiy qonunni o'zgartimiz. Asosiy qonunni o'zgartishga yo'l tuzlandi. Son 3dan 2 qism sondan eshib ketdi. Asosiy qonunni o'zgartimiz dedi. Jahonning qadamlari intayin tez ekan, hurmatli vatandoshim. 2012-yil 4-oyda shu vaqtdagi Yaponiya Tokyo shahrining boshlig'i Ishihara New York shahrida, Amerika New York shahrida Senkaku taqim orollari masalasi ko'tarib chiqqan edi. Aralıqda bu to'g'ridan so'zladik biz sizga. Shundan keyin hozir Senkaku taqim orollar endi qilib qoldiki, shu yildan aytganda 4-5 yil ichida Yaponiya Ikkinchi dunyo urushining oxirgi qarori yoki oxirgi tumallari yoki oxirgi murassala va so'zlisha qatorliq ishlarni aytganda oxiri Yaponiya g'alaba qilib dag'dam yo'lga chiqdi. Yaponiya normal davlat qurishni asliga keltirdi. Bu evvel aldığımızda ötküzüldü. Yaponiyanın bu asas kanun özgürlüğü kaçan başlandı bu taxsis bizge nama'lum. Lekin 11-oyning 1-2 kuni Vezir Shinzo Abe qayta hokimiyat başına keladigan. Demak, Yaponiyada asas kanun o'zgartirilsa, siz bu xo'sh bo'ling vatandoshim, men bu xo'sh bo'laman kelgusidagi siyosatga. Masalan, boshda aytdim-ku men kelgusidagi siyosatga Alta sistemasining Iroq sharq strategiyasiga bu o'zgarish qanday ikkinchi bir xil omil ustida yana qanday o'zgarish olib keladi. Biz buni kutimiz, hozirgi so'zlayotgan so'zlarimiz, kutgan umidlarimizning hammasi yaqinlab shu ay kelyapti. Endilikda kelayli. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump apandi 11-oyning 3-kunidan 8-kuni, 14-kunigacha bo'lgan aralıqda Osiyoga ziyoratga bordi ekan, Beijingga bordi ekan. Beijingda hozir saylam o'tdi. Beijingda rais Xi Jinping bilan ko'rishdi. Albatta shundoq. Demak, eng oxirida biz nima dedik? Chavshan masalasi to'g'risida prezident Beijingda rais Xi Jinping bilan so'zlashdi dedi. Oqsaray biz shularni sizlarga yetkazdik. Endi kelayli. Biz uchun, siz uchun aytganda yoki Jang ismli birisining siyosiy byuroga a'zo bo'lib kirishi yoki Wang ismli birisining siyosiy byurodan chiqib ketishi bu Uyg'ur uchun aytganda, ya'ni o'ylaymanki Tibet uchun aytganda hech qanday ahamiyati yo'q bir ish. Chunki bu yerga kiradiganimi Jang, chiqadiganimi Wang. Siz bilan biz bilan Uyg'urning kelgusiga hech qanday aloqasi yo'q. Gap siyaset qanday o'zgardi degan gapdir. Muhim gap siyaset qanday o'zgardi degan gapda diqqat qiling vatandoshim. Masalan, hozir to'rbetlarga chiqyapti rais Xi Jinping nima ish qilmoqchi qurultaydi ekan. Huquqni markazlashtirdi. Markazlashtirgandan keyin hozir butun huquq o'zining qo'lida. Ya'ni demokratiya bilan mengamdi yoki diktator bilan mengamdi deb munozara qilishyapti. Uning ko'ngliga tushgan son nima? Uning ko'nglida nima son bordi? Rais Xi Jinping nima qilaman degan gaplar. Vatandoshim, sizga shuni aytayki, ayni chog'da mavzudan sobiq Sovetlar ittifoqi bilan birlashib, Amerikaga jahongirligiga qarshi turaman degan shiorni to'g'lab chiqqan edi.
O devlet kurup 10 yıl ötkendiğin keyin Mavzudun nimiş kıldı? Yeni çar padişah, daha da şin şahvam. Yeni çar padişahını yoktaylı dep şu arta olap çıktı. Demek yani nimiş oldu? Rusya'nın ittifakdaşı, kolluğucusu ve onun yardımı girişken Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümetinin daisi Mavzudun 10 yıldan keyin degендek o Rusya ile yirikleşip 72. yılı kelgende Amerika Qo'shma Shtatlar bilan munosabat o'rnatdi. Onun ko'ngliga pukkuni nima? Onun ko'ngliga budoq nima? Bu ikkinchi gap. Men mani qilaman, ani qilaman degili bo'lmaydi. Chunki obuk dunyo bu ishlarga yo'l qo'ymaydi. Bundaq siyosiy yo'llarga yo'l qo'ymaydi efendim. Shundaqla obuktiv dunyo degan vaqtda bir kuch, qaysi bir kuchda bir davlatning yoki shundaq siz e'tirof qilish yoki salam qilishga majbur bo'lgan bir davlatning kuchi oldida sizning o'ylaganlaringiz, o'zingizning hammasi boshqa gap. Bugun hey Xi Jinping nima o'ylaydi, buni bilmaymiz. Ammo men sizlarga talay qatim so'zildim, esinglarda bo'lishi kerak. 1998-yili 7-oyning 2-kuni sobiq prezident Bill Clinton Shangangda nima dedi? Biz Jungoliklarning tarixning to'g'ri tarafida turishiga chaqiriq qilamiz. Agar Jungoliklar tarixning to'g'ri tarafida turishni xohlaydigan bo'lsa, biz Amerikaliklar uning yordam qilamiz. Asosiyatda Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentda har 4 yil yoki har 8 yilda bir qatim almashib turdi deylik, lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosatidagi mohiyatlik izchillik hargiz o'zgarmaydi. Biz boshda nima dedik? 3 prezident o'tib ketdi deylik, siz bizga tanish bo'lgan Prezident George Bush, dastlabki prezident Bush, undan keyin sobiq prezident Bill Clinton, undan keyin sobiq prezident George W. Bush, undan keyin sobiq prezident Obama, endi navbat prezident Trump keldi. Hech qachon ular Chavshan masalasi ko'tarib chiqmagan. Demak, bugun Osiyo keldi degan gap. Hozir